Shaharda bir xonali kvartirani pulga Yangi Toshkent hududida hamma qidirib yurgan o'sha Usmonobod mahalladan kompakt bo'lgan 2 sotka qurilgan kottejimiz sotilyapti. Bu joyimiz yo'l yuzi birinchi liniya. Taxminan tushuntiradigan bo'lsam, turgan joyimizda 300 metrdan keyin Dislen tushadigan hudud. Bu yoq tarafimizda taxminan 1 kilometrlardan keyin katta больницаlar tushadi. Bu yoq taraf O'rta Osiyodagi eng katta park tushadigan hudud. Bu joyimizning fasad razmeri taxminan 10,5 metr atrofda, ichkariga 19 metr. Kirganimizda bitta mashinaga joy qoldirilgan. Bu yoqda mana yashil hudud. Hop, chap qo'limizda bu yerda bitta mehmonxona. Bu yoq tarafda yana ikkita xonasi bor. Ikkinchi xonaga mana bu o'rtadan kirilar ekan, lekin bu yoq tarafdan, yon tarafdan o'ziga alohida eshik qilib, ya'ni hammasini razdellik qilsa bo'ladi. Bu tarafimizda bitta vanna, hojatxona, o'rtada yana nimagadir foydalansa bo'ladigan joy. Bu yoq tarafda mana oshxona. Xo'p, suv, kommunikatsiya qilasiz, hammasini tayyor qilib, bu yerda suv, orqa tarafda kanalizatsiyalari ham bor. Narxini $46,000 deb azgacha o'tadigan joyi bor. Faqat o'sha o'ziga moslab aboyini, tarketini qilsangiz bo'ldi. Tayyor. Biz zo'r variantni bildik. Tegida nomerlarimiz har doimgidek Telegram kanalda lokatsiyalar bilan joylaymiz.